otajon qizingiz iltimos qildilar, telefon qilib bering, men ham otam bilan suhbatlashay dedilar. Biz hozir sizni qizingiz bilan suhbatlashtirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat, Hilolaxon, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Hilolaxon, biz siz aytgandek, mana dadajonlaringizni oldilariga keldik. Ular bilan chiroyli suhbat qildik. Qo'ldan kelguncha sizni sog'inchingizni, yaxshi ko'rishingizni ularga aytib qo'ydik. Endi o'zingizni ham ular bilan suhbatlashtirmoqchimiz. Biz men go'shakni dadajoningizga beryapman. Alo. Assalomu alaykum. Qurgan kunlaringiz bilan. Rahmat. Rahmatlarni ko'pini ko'ring. Nima niyat qilgansiz? Nevararingizni, bolalaringizni baxtiga sog' bo'ling. Xo'p. Anam tanijoning sog' bo'lsin. Tinch bo'lib ishlab qilaver qizim. Hech g'am bilan qilma, yaxshilikda ko'rishib, ashna qilib yuraver aligimda. Rahmat akam. Keyinchaligimdan siqilish qilma. Bolaringdan ko'ngling to'q bo'lsin. Rahmat. Sangiga mana shu mani yoshimdan 5 tasini berdim qizim. Aytganingiz menga borligingiz yetadi. Bo'pti mayli. Rahmat. Xo'p. Dadajon